O'rtoqlar, 9 yil oldingi uylar narxi qizuvmi sizlarga necha pul bo'lganligi? Hozir o'tirayman telefonimda 9 yil oldin mana shu 17-aprelda Telegram kanal ochgan ekanman. O'shanning narxlarini ko'rib shunaqa hayratlandim. Hozir sizlarga ham ko'rsataman narxlarni. Juda qiziq narxlar bo'lgan ekan. Kelinglar. Mana qaranglar, 2017-yil 17-aprelda ochganman Telegramni. Bugun nechi? Mana 20-chimi bugun? Mana 20-dan boshlaymiz, mana qaranglar. 20-aprel 2017. Mana operator bundoq yaqinroq ko'rinadigan qiling. 14-kvartal, bir xona 2-etaj, 2/6, remont чистый, orientir Samara. 21,5 ming, qaranglar. Yaqinda o'sha yerda 53 mingga anaqa qildim, 9 yil oldin. 4-kvartal, bir xona to'g'ri, 1,5/6, Xrushchevka, bez remont, pasportniy stol 18 ming bo'lgan ekan. Ito yana ozgina kelishtiradi bu narxlardan. O'sha 9 yil oldin. Ana qaranglar, 8-kvartal, bir xona 2-etaj, yo'lli yuzish, billuri to'g'risi mana vdolь дороги. 24 ming под ключ. Свежий remont 24 ming bo'lgan ekan. Qoyil. 3 xona qaranglar. Yunusobod 14, 3, 4, 5. 3 xona Samara 36 ming narx. 6-kvartalni qaranglar. 6-kvartal mana bizda 6-7lar arzonroq yuradi. 3 xona 3-etaj, чистая, balkon 1,5/6, Xrushchevka 27,5 ming 3 xona. Hozir men aytgan kun 4-etaj 68 ming reklama qildim. Qaranglar, teng barobardan ko'p oshib ketgan. 14 mana 3, 2, 5, balkon 2/6, sredniy kvartira 39 ming 3 xonali. 16-kvartal qaranglar, 2 xona 3-etaj, 9 etajga akfa laminati bor ekan, 28 ming. Shaxstanskiy mana qimmat, hozir ham qimmat yuradi. 4, 2, 9. S remontim bilaman bu kvartirani, 66 million qaranglar. O'sha paytda shuni egalari sotib, uch qahramon yog'ida uchastka ko'rdik deyishdi. Esimda turishini qaranglar. Mana qaranglar, 17-kvartal, bir xona 2-etaj, 20 ming. Narxlarni qaranglar, o'shancha nedvijimizga pul tikurish kerak. Mana 9 yil oldin, почти 10 yil oldingi narx-navolar. Mana o'sha 21-aprelga o'tyapmiz. Tegin 11-kvartal, 2/4, remontim, balkon 1,5, orientir, magazin, Tegin 32 ming narx qaranglar. 3-kvartal mana Yunusobod dehqon bozorining orqasi, kvartirasi, огородом, подом, Fransiya 30 ming. Hozir yerda 60 ming ham birinchi etaj yo'q o'tladi. Mana qaranglar. 14, 2/4, 2 огороды, yevro remont, mebel, texnika 42 ming bo'lgan ekan. Narxlarni ko'ryapsizlarmi, o'rtoqlar? Betonka 16-kvartal, 3 xona 9 etajga, birinchi etaj 37 ming. Mana даже 11-kvartal Chimkentskiy 20 ming bir xonali. 4 xona narxini qaranglar, 6-kvartal, 4, 2, 4, Fransiya, чистая 46 ming. Hozir o'tdi mana shunaqa uylar 80-85 mingda. O'rtoqlar, o'shanga bemalol nedvijimizga pul tiqinglar. Mana nuqulani qachon tushadi, narx-navo tushadimi deysizlar. Oshsa oshib yotibdi, tushmayotgan ekan mana. 9 yil oldingi narxlarni qaranglar. 10-kvartal mana 3 xona udvoyniy, 92 kvadratli, 2-etaj, bez remont 41 ming. O'sha paytda men shu 40 ming, 39 mingga berganda shularni. Yana nimani aytib ko'rsatay mana narx-navolarni. Xo'p, 4-kvartal mana 4-1-4. Shundan esladim bu uy ham. Birinchi etaj, shundan 9 etajgalarning orqasi avtosalon 46 ming, 4 xona, birinchi etaj. Narxi qaranglar. G'ishli uy mana, g'ishli 77 bo'lsin deysizlar. 18-kvartal, birinchi etaj, чистый, огород oldida 35,5 ming bo'lgan ekan narx. Ito yana kelishtirgan o'sha paytlarda. Mana qaranglar, 15-kvartal. Esladim mana bu uyni o'zim sotganman. Вдоль дороги можно под нежилой фонд. Yunusobod 15-kvartal, 2/4, 1,5, огород большой, балкон, окна, спальня смотрит на дорогу. Цена 37 ming. Подовис bu Petchokdan shunda o'ngga qayrilgan chap qo'ldagi birinchi dom, razdельный, mana bunaqa balkonlari ana qaragan 37 ming. Qaranglar, o'sha paytda shu mana shu 2 xonali 28, 27, uzoq 30 bo'lganda, Podofis bo'lgani uchun mana 37 ming bo'lgan. Hozir o'tdi necha pul uylar narxi? Podofisini mana 1 yil oldin 115 ming, 120 ga sotdi. Ito ana smejniysini. Xullas shunaqa o'rtoqlar, nedvijimizga pul tiqinglar. Mana 9 yil oldingi narxlar hozirgi narxlar mana teng barobar oshyapti. Tan telefon qilib narxlar tushadimi, qachon tushadi deysizlar. Narx tushsa ham 5% ga tushadi. Yaxshi narsa bor, yaxshi pul bo'ladi, tez sotilib ketadi. Ana ko'p odam mana uyayotgan 90% odam mana adashadi, xato qiladi. Ular narx tushadi, azin kutaman dedi. Yaxshi narsa sotilib bo'ladi, tushsa ham 5% tushadi, lekin xohlagan yaxshi narsasini ola olmaydi. Shuning uchun pulingiz bordimi, niyat qildinglar, yoqdimi olinglar. Ertaga 5% tushadi, ertaga yana ko'tariladi narxi. Mana 9 yil oldingi narx. Xulosani o'zingizlar chiqaringlar, salomat bo'linglar, tamom.